Hammaga salom bolalar, mana biz hozir vokzaldamiz. Ko'pchilik kutgan mana Osiyo kubogiga ham yo'l olamiz. Hamma bolalar уже yig'ilgan. Hozir Qirg'izistonga avtobusda yo'l olamiz. Ketyapmiz. Birinchi marta bunaqa avtobusga chiqaman, to'g'risi, hali bilmayman. Yaqin ekan-ku? Ani telefon bo'ladi, bitta bilan ochinglar. To'xtab turing, mana shu odam. Yo'q, bu hozir. Ha, boshqa ham bor, oziz bo'ladi. Самуранимая кыргызы, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, нас не взять ни духом, ни физом. Mana bolalar atelga ham yetib keldik. Hamma bola har doimgidek oqib qolgan. O'zi Qirg'izistonga kelsak, har doim shunaqa sosteniyada yurar ekanmiz. Hozir bolalar bilan sekin joylashamiz. Men o'zi joylashib chiqdim. Xonalar ko'rsatiladi. Kim bilan yashayapti? Bitta xonada 4 kishi yashar ekan. Let's go. Kim bo'pti bu? Xo'sh, bolalar mana birinchi xona. Kiramiz. Ya, sizlar xonada. 4 kishilik joy. Lekin men bitta o'zim yotaman bolalar. O'zimni choldek his qilaman oxirgi payt. To'g'risi, oldin takoy bolalar bilan mazza qilib, nima deydi, baqir-chaqir yoqar edi. Hozir prosta hech kim tegmasa, tinch yotsam, tinch yashasam bo'ldi. Shu kerak bo'lib qolibdi, bilmadim bu. Tez qarib qolman bolalar. Mana brat Amir Rusiya travma oldi, ko'pchilik biladi. O'rniga nifiga o'zgarish bo'ldi. Rusiya bilmadim, undan keyin Rusiyaning kollaboratsiya. No, pozitsiya boshqa, u yog'ini o'zingiz tushunib olasizlar hali. Mana Elyor aka. Salom Toshkent. Toshkent. Bu yoq bolalar bir kishilik xona ham bo'ladi. Sardor akaniki. Mana trenerimiz bir-ikki og'iz turnirdan nimalar kutasiz? Turnirdan faqat chempionство. Yaxshi tayyorgarlik ko'rdik bolalar. Men shu paytgacha nima deydi, komandani bunaqa splachunli bo'lganini ko'rmaganman. Sizga har doim rahmat aytib qo'yaman Sardor aka. Ishlashda davom etamiz. Sizga bo'lgan ishonchimiz katta. Turnirdan keyin gaplashamiz. Hali kameraga yo'qlada Sardor aka, shu 2-3 oy beringlar, muxlar. O'zlarining kanalini ochamiz. Rahmat. Sen qonunmachi ovqat beringlar, qonunmachi chiqib ketdi уже 12 soat, 14 soat bo'ldi ovqat yemayman. Nima bor? 16 soat yurdik. Mana juda такой скромный-da. Chista yotadigan joy, shkaf. Hozir ovqatga ketamiz. Ha, javob. Boshqa narsa kerak emas. Kelding, o'yindan keyin dam olding, turding, o'yinni aniq qilding, kubokka momentga qo'yib qo'yding. До свидания, O'zbekistonga keyin обратно. Ko'rishamiz. Bu turnirga tayyorgarligimiz juda yaxshi o'tdi desam bo'ladi, chunki hech qaysi bir o'yinga biz bunchalik ko'p tayyorgarlik ko'rmagan edik. Sababi oldinlari uzoq